Avtorskiy remont qilib qo'yilgan 3 xona razdельный 70 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan. Ikkinchi qavatda skvoznoy holatda xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Ushbu turgan xonamiz mehmonxona, ko'rib turganingizdek barcha mebel texnikalari qo'yib qo'yilgan. Uyimiz komplekt holatda, yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu tomonda uyga kirish qismimiz, prixoshkamiz, anchagina keng hol, razdельный barcha xonaga ko'rib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, to'g'riga kattalarimiz uchun yotoqxona juda ham chiroyli, yoqimli ranglardan foydalanilgan. Ko'rganlaringdek, buni yonginasida bolalar uchun yotoqxona. Xo'p, uyimiz razdельный sanuzel. Hojatxonasi, buni yonginasida esa hammomi. Plastik planirovka, ushbu turgan joyimiz. Oshxona, 2 ga 6 balkon, ozgina o'zgartirish kiritilgan. Bu tomonda oshxonamiz, bu yoqda esa stol-suv zonamiz. Barcha mebel texnikalarimiz mavjud. Lokatsiya Chilonzor shundoqqina Farxatskiy bozori orqasi. 4 qavatli uyi, 2-etajda skvoznoy holatdagi xonadon. Narxi 105 ming. Qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib ko'rib batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi.